Mana kechki nimamiz o'sha tugayapti. Baliqlarimiz juda onni to'g'mi olmayapti. Turibdi hammasi qarmoqlar ujjaydi turibdi. Bitta qarmoqimiz qimirlatib ham kimsanlar, nimaga kelding demayapti ham bu baliqlar. Mana bittamiz turibdi mana. Bitta nima deysizlar endi? Bu ishlarga pishib olganmiz. So'g'on bormi, non bormi, tut bormi? Nima bo'lsa solyapmiz. Parod qilyapti baliqlar. Ishlay olmayapti. Nima qilishing? Yana kalam tushimizmi? Yoki baka tushimizmi? Epchilovchilar emas ekanmiz. Agar epchilovchilar bo'lganimizda bu yoqqa bo'lasdi. Ana. Nimaga kelishding? Kimsanlar? deb ham qo'ymayapti. Men baliq ovini qarmoqda tutishni to'xtatdim. Kecha video tashladim, kimga qarmoq kerak bo'lsa beraman desam, birov yozmabdi. Qarmoqda tutmayman endi. Endi baliqlardan faqat to'rni tutaman. To'rni boltasida tutaman. Aytdim-ku sizlarga. Qarmoqda zerikdim. Uzoq joyga borsam qarmoq ovalaman bitta yarimda. Lekin o'sha baliq ovidan ham zerikdim ham. To'r solganman, tortaman. Agarda to'rimga baliq ilashib qolgan bo'lsa, like bosasizlar. Joningdan. Ha? Karas kirib qopti, karas joningdan. Buni ekan u haqiqatdan ham mana to'r zo'r ekan. Ana sizlarga men aytdim. To'r babi. Qancha qaramaydi buni men. Bilan chiqarishim uchun bunday qilaman ekanda, короче. Yomon yurib ketarganda bu. Qanlaringdan o'tganmi bu? To'xtala mana 10 minut bo'ldi. 10 minutda qani bir ko'ramiz. Sitkamizga baliq kirdimi, kirmadimi? Bo'lmas. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bu safar kirmabdi. Kirmabdi. Kirsa o'zi bilachib bo'ladi. Qo'yamiz yana sekin joyiga tush. Yaramas bunday tush.